Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lgan bo'lsin. Inshaalloh bugungi mav'izamiz, darsligimiz kirib kelayotgan Sayyidul Shuhur, oylarning sultoni bo'lgan Xudoy taoloning huzurida maqom martabasi eng ulug' bo'lgan oy Ramazon oyi. Inshaalloh sanoqli kunlar qoldi. Ertagayla hammamiz marhabo marhabo ya shahri Ramazon deb boshlaymiz, Xudo xohlasa inshaalloh. Mana shu Ramazon oyi kirib kelishligi munosabati bilan Ramazon oyini fazilatlaridan ozginagina payg'ambarimiz alayhissalomning muborak hadis shariflari bilan o'qiladigan tarovih namozini fazilatlari, baholi qudrat Alloh taolo imkon qilganicha inshaalloh aytib o'tamiz. Alloh taologa avvalo ming shukrlar bo'lsinki, mana shu Ramazon oyiga mana shu yerda o'tirganlarimiz bilan ahli xonadonimiz, mahalla ko'ylar bilan, jamoatimiz bilan hammamiz yetib kelyapmiz, Xudoga shukr. Ozginagina kun qoldi. Bu kunlarga yetmaganlar qancha? Armonda o'tib ketganlar qancha? Ko'chada birov poylayaptimi-kun deb tarovih namozini o'qiy olmay, tarovih namozini armonida o'tib ketganlar qancha? Alloh taolo mana shu Ramazonni berdi. Xudo xohlasa kelyapti. Kelayotgan mohi sharif Ramazonni xuddi bir mehmonni kutib olayotgandek kutaylik. Mehmonga birinchi, ikkinchi qilib ovqatlarni beramizmi? Chiroyli qilib duo patosini olamizmi? Xuddi shuni singari 10 kunlik bor. Birinchi 10 kunlik Xudoy taoloning rahmati. Alloh taolo bu avvalgi 10 kunda Xudoning rahmati bor, rahmatini yog'dirib turadi. Xudoy taoloning 1000 ta rahmatidan 999 tasi qiyomat kuniga bitta rahmatini Xudo dunyoga bergan ekan. Mana shu rahmatini sharofatidan odamlarga berilgan, hayvonlarga berilgan, parranda-yu jonzotlarga berilgan. Mana shu rahmatning ta'siridan sigir o'zi tuqqan bolasini tuyog'i bilan bosmas ekan, o'sha rahmat ta'sirida. Bitta tushgan rahmat ta'siridan. Endi bu avvalgi 10 kunligida Xudoy taolo rahmatni bitta emas, eshigini shunda ochib yuboradi, Xudo xohlasa. Ikkinchi 10 kunligi bor, mag'firat dahasi. Inshaalloh gunohlar kechiriladigan. Xudoy taolo mana shu oy kirishligi bilan kim tavba qilsa gunohini kechirib yuboradigan ikkinchi 10 kunlik. Uchinchi 10 kunligida qum minan niron, do'zaxdan ozod bo'lib, ismlarimiz agar Alloh saqlasin mabodo do'zaxiylarning daftariga yozilgan bo'lsa, Alloh taolo u yerdan o'chirib, jannatiylarning daftariga yozdirib qo'yadigan kunlar kelyapti, Xudo xohlasa. Bu Ramazon oyi Xudo xolasa topdik. Keyingi Ramazon oyi ham inshaalloh keladi. Unisiga biz boramizmi, Alloh biladi. Xudoy taolo agar yetkizgan bo'lsa boramiz. Nima degani bu? Mana shu kelayotgan mohi sharif Ramazon oyini eng umringizda oxirida bir Ramazon oyi bo'lsa qanaqa qilib o'tkazardingiz? Mana shu Ramazondan keyin joning chiqib ketadi, bo'ldi. Keyingi Ramazonga bormaysan desa, qanaqa bir halovat bilan, ixlos bilan ibodat qilasiz? Mana shu kelayotgan Ramazonni shunaqa ixlos bilan kutib olaylik. Ixlos bilan o'tkazaylik. Birinchi, ikkinchi yo boshidagi 10 kunligida ixlos bo'lib, keyin ixlossiz bo'lib qolmaylik. Hammasida ixlos bilan kutaylik. 12 soat roza tutamiz ekan. 12 soatgina. 33 yilda bir keladi mana shu Ramazon yana. 33 yilda oldin mana yerda o'tirganlarni ko'pi kattalar ko'rgansizlar. Bu yil ko'ryapsizlar 33 yildan keyin. Keyingi 33 yilga 12 soatligiga bormisizlar, yo'qmisizlar, bormizmi, yo'qmizmi Alloh biladi. 33 yilda bir marta keladi. Ana shu bitta tutilgan faslda yana shunaqa imkoniyatni bittasi kelyapti. 12 soatgina tutamiz. Alloh taolo nasib qilib Rajab oyida ibodat qildik-a. Rajab oyi Allohning oyi ekan, fazilati baland ekan. Sha'ban oyida ham qo'ldan kelgancha odamlar roza tutib ibodat qilib o'tkazdik-a. Rajab Alloh taoloning oyi bo'lgan bo'lsa, Sha'ban oyi payg'ambarimiz alayhissalomning oyi bo'lsa, kelayotgan oy bizning oyimiz. Bir tunini o'tkazib qo'yib, bir tunda o'zida, bir daqiqada Alloh bersa bir soniya aytilgan vaqtda uyg'oq bo'lib ana shu fazilatni topsak, bir tunda, bir minutda, bir sekundda 83 yili 4 oylik ibodatni chipet topib qo'yamiz, Xudo xolasa. Xudo beraman desa, inshaalloh nasib qilsa olamiz. Mana shu mohi sharif Ramazon oyi kelyapti. Mana shu joyda o'tirganlar hammamiz
Ramazon oyi kelganda inshaalloh hammamiz tarovih namozi bor deb qo'ldan kelgancha xursand bo'lamiz, a? Mana shu xursandchilik, akalar, mana shu xursandchilik Ramazonda oxirigacha borsin, iltimos. Agar bir joyda Ramazonda kirganiga xafa bo'lib, biron bir qiladigan narsalarini qilolmay qolayotganligiga afsuslangan bo'lsa, Ramazonda kirganiga, ro'zani borligiga afsuslangan odam munofiq bo'ladi. Xursand bo'lgan odamga nima berilar ekan? Xafa bo'lib, norozi bo'lgan odamga munofiqlik degan berilgan bo'lsa, xursand bo'lgan odamga nima beriladi desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man fariha bi dukhuli shahri ramazon harramallohu jasadahu alan niron. Ramazon oyi kirib kelyapti ekan, ehson ulashadigan oy, tarovih namozi bor. Subhana zil mulki val malakut o'qiladi. Iftorliklar qilinadi. Shaytonlar kishanlanadi. Do'zaxning ichiga olib kirib kishanlanadi shaytonlar. Chiqmaydi Ramazon oyida deb kim xursand bo'lgan bo'lsa, ana shu hali amal qilmay turib, tarovih o'qigan yo'q, roza tutishni boshlagan yo'q. Roza kelyapti deb xursand bo'lganini o'ziga Alloh taolo u insonni jasadini do'zaxlarga harom qilar ekan. Niron degan u yerda. Niron arab tilida do'zaxni umumiy eshiklari bilan kiriladigan olovli joyda aytadi. Qabrning ichidagi olovli joyda ham niron deydi. Ramazon oyini kirishligiga xursand bo'lgan odamni Alloh taolo do'zaxda ham, qabrda ham ana shu olovga tushirmaydigan qilib tanasini harom qiladi. Haromni bilasizmi? Haromdan tiyilib turib biron narsani iste'mol qilmayapsizmi? Olov ham sizni yoningizga kelgan bo'lsa, yo'q deydi. Meni Xudo taolo tiygan deydi. Men buni yondirolmayman, bunga azob berolmayman deydi. Kirganiga xursand bo'lib qo'ysa. Tanamiz jahannamni, qabrning ichidagi olovli azobga harom bo'lishligini xohlaydigan bo'lsak, 30 kun qoldirmasdan xursand bo'laylik inshaalloh. Birontasida qachon hayit bo'lar kun degan xayol kelmasin. Bo'ldi, qachon roza bitar kun degan xayol kelmasin. Avvalgi sahoba-ikromlar Ramazon oyi chiqib ketgandan keyin 6 oy xafa bo'lishar ekan. Ramazon oyi ketdi-ya. Attang to'g'ri foydalanolmadik-da. Ramazon oyida ko'proq ibodat qilishligimiz kerak edi deb 6 oy xafa bo'lar ekan. 6 oydan keyin Ramazonga 6 oy qolganda Ramazon oyi kelyapti der ekan. 6 oy Ramazon oyini kutar ekan. Ramazon oyini kelayotganligini Sha'bon tugamayotganda his qiladigan bo'lsak, u sahoba-ikromlar 6 oy Ramazon oyi kelyapti, roza kelyapti deyishar ekan. Inshaalloh ana shunaqangi oylar kelyapti. Bu Ramazon oyida qilinadigan gunohlar shaytonga bog'lanmaydi. Nafsimiz shaytonlarning hammasi kishanlanadi. Avval yolg'on gapirsangiz, avval og'zingizdan beadab so'kinishlar chiqayotgan bo'lsa, avval biron bir gunoh ishni qilgan bo'lsangiz, shayton buyuryapti, shayton vasvasa qilyapti desangiz, bo'ldi, shaytonlar kishanlanadi. Bomdodga chiqolmayotganingizga shaytonni bahona qilib turib, ertaman o'g'otmayapti-da, shu vasvasa bo'lib budilnikni o'chirib yotib olyapman desangiz, shayton yo'q endi. Siz bor. Nafsizni yengsangiz yengiz. Shayton bilan nafsning nima farqi bor desa, shayton xotin kishiga o'xshaydi, nafs yosh bolaga o'xshaydi. Xotin kishi erini yoniga kelib, akam uyga o'tib kelay, yo'q bormaysan. Bozorga chiqib kelay, yo'q bormaysan. Qo'shnikiga chiqib kelay, yo'q bormaysan. Shayton ham xuddi shunaqa. O'rningdan turma, uxlaver. Shunday o'rningizdan tursangiz, sal turib tahorat qilasan, tahorat qilib kelsangiz, keyin tahoratingni mana o'sha joyda kamini qilaver. Uni ham to'liq qilgan bo'lsangiz, masjidga kelsangiz, gaplashib kelgin. Uni ham qilmasdan masjidga sog' salomat kelsangiz, shayton shunaqa. Nafs yosh bolani singari qo'liga chupa-chupusni berib og'ziga bitta solib qo'ysangiz, olganingizdan keyin o'shini berasan deydi. Ashini berasan deydi. "Ey, mana uni" desa, "Yo'q, shikalanni ko'rsangiz ham qand yeyman" deydi. Nima qilish kerak? Yosh bolaga aytganini berganni singari nafsikini ham qilish kerakmi? Yo'q, yosh bolaga tushuntirsangiz bo'ladi, bola. Mana uni yesang bu arzon. Buni yesang tishing qurtlab kavaylaydi. Bunisini yegin desangiz tushunadi. O'zingizning ichingizda bitta nafs bor. Ey Abdurrahmon, ey Abdusattor. Bomdodga tur chiqaylik. O'ta ham bo'lmayotgan bo'lsa, bitta gugutni olingdan shunday yoqib ko'rasiz, qo'lingizga qo'yasiz halik olovni. Agar qo'lingiz chidab kuymay turgan bo'lsa bo'ldi. Yo'q, kuyayotgan bo'lsa, o'sha kuyayotgan paytda nafsingizga aytasiz, "Ey nafsim, shunga chidagin. Agar shunga chidasang namozga chiqmayman. Yo'q, chiday olmasang tur ketdik." Shaytonlar kishanlanadi inshaalloh bu oyda. Xudo taolo
Ramazon oyida qilingan bitta nafl ibodatga bitta farzning savobini yozadi. 2 rakat tahiyatul masjid namozi o'qiysiz, farzga qanaqa savob beriladi, shuni yozadi. Bitta farz namoz o'qiganga 70 ta farz yozadi. 700 tagacha. Bitta peshin 700 tagacha ketaveradi ixlossizga qarab. Ammo 70 tani yozadi Xudoy taolo. Ixlossizga qarab. Mana shunaqangi oy kelyapti. Bitta naflga bitta farzga 70 tadan 700 tagacha farz savobini yozadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir muborak mashhur hadis shariflari bor. Mana bu minbar, bizning minbarimizga o'xshagan Payg'ambarimiz alayhisalomning ham pog'onali minbarlari bo'lgan. Mana shu minbarni birinchi pog'onasiga oyog'ini qo'yib, shu juma namoziga Ramazon oyi kirishligidan ozgina oldin juma bo'lgan ekan, shu bir oyog'ini qo'yib turib chiqqanlarida to'xtab qoldilar. Sahoba ikromlar hayron qoldi. Payg'ambarimiz alayhisalom noodatiy ishni qilgan bo'lsalar, vahiy tushayotgan bo'ladi, biroq bezovta qilmaydilar. Vahiy paytida Jabroil alayhisalom bilan muloqot bo'lyapsa, hech kim bezovta qilmaydi. Birinchi minbarda turdilar, qo'llarida hassa ozgina turib amin dedilar. Ikkinchi pog'onasiga ko'tardilar, yana hech narsa demasdan ozgina turib amin dedilar. Uchinchi pog'onasiga ko'tarilib yana hech narsa demasdan amin dedilar. Sahoba ikromlar Payg'ambarimiz alayhissalomga qarab turib, "Ya Rasululloh, sizni ominiz ijobat bo'lmasdan qolmaydi, nimaga amin dedingiz?" Farishta amin deb qo'ymasin deymiz-ku. Millionta farishtani amini bitta Payg'ambarimiz alayhissalom aminiga to'g'ri kelmaydi. U kishining amini aniq ijobat bo'ladi. Jabroil alayhissalom birinchi pog'onaga chiqqanimda Rohima anfu rajulin, murni yerga ishqalansin. Murni yerga ishqalanishlik eng og'riqli jazo. Murni yerga ishqalansin, azob bo'lsin, u inson xor bo'lsin. Kimni murni yerga ishqalansin? Bir kishiniki ota-onasi holi hayot bo'lgan bo'lsa, ularni tirikligida ikkalasiga oq bo'lmasdan roziligini olmasa, yo ikkalasidan bittasi holi hayot bo'lib turib, shu otasini yo onasini rizoligini olmasa, shuni murni yerga ishqalansin dedi, amin dedim degan ekan. Ikkinchi pog'onaga chiqdim. Jabroil alayhisalom Rohima anfu rajulin, murni yerga ishqalansin bir insonni, xor bo'lsin bir insoniki uni yonida meni ismim zikr qilinsa, Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam deyilgan bo'lsa-yu, meni ismimni eshitib turib beparvo bo'lib salovat aytmasa, u xor bo'lsin dedi, amin dedim degan ekan. Uchinchi pog'onasiga chiqqanimda Jabroil alayhissalom Rohima anfu fulani dakhala alayhi Ramazon, murni yerga ishqalansin bir insonniki uni tepasiga Ramazon oyi kirdi, roza oyi kirganda sog' salomati edi. 30 kun roza chiqib ketib qoldi, haligi odamning bo'ynidagi gunohi kechirilmay qolib ketdi, rozadan to'g'ri foydalanmadi. Mana shu odamni murni yerga ishqalansin dedi, amin deyordim, ilohim dedim degan ekanlar. Mana shu avvalgi ikkitasiga tushmasmiz, alhamdulillah, uchinchisiga tushib qolmaylik. Roza kirganda rozadan chiroyli holatda foydalanaylik inshaalloh. Ertaroq chiqaylik, chiqib bitta naflga farzni savob berilar ekan, chiqib masjidlarda nafl namozlarni o'qiylik. Tahiyatul masjid namozlarini o'qiylik. Ilm majlisi Ramazon oyida mana shunaqa mas'ala qilishligiga qanday savob bor desa, man hadara majlisan min majalisiz zikr. Kim Ramazon oyida bironta ilm majlisiga mas'ala bo'layotgan joyga o'tirib ozgina bo'lsa ham eshitib qo'ygan bo'lsa, Alloh taolo ana shu masalani eshitishlik uchun bosib kelgan har bir qadamiga 1 yillik ibodatni savobini yozadi. Tarovih namoziga chiqib kelyapti, masala eshitaman deng tog'im niyat qilib, uyingizdan masjidgacha hisoblab keling. Payg'ambarimiz alayhisalom hadis shariflar bor ekan, 1 yillik ibodat. Har bir qadamizga, metriga emas, qadamiga. Va yakunu yawmal qiyamah ma'iya tahta al-arshi. Qiyomat kunida hamma bir-biridan qochib, ota bolasidan, bola otasidan qochayotgan paytida arshning tagida men bilan arshning soyasini tagida turadi degan ekanlar Payg'ambarimiz alayhisalom. Ramazonda masala eshitgan odamga. Va man dawama 'ala al-jama'ati fi Ramazon. Ramazon oyida qo'ldan kelgancha bomdodni qazo qilmasdan saharlikni qilib ela, uxlab qolishlikdan qo'rqgan bo'lsa, bomdodga chiqib, peshin, asr, shom, xuftongacha qo'ldan kelgancha jamoatga chiqib yurgan insonga Alloh taolo har bir rakatiga nurdan bitta shahar beradi jannatida. Nurdan bo'ladi uni shahari. Qasr emas, shahar.
Kim Ramazon oyida ota-onasiga yaxshilik qilgan bo'lsa, Alloh taolo u insonga odamlarni hisoblay olmaydigan darajada unga savob beradi va ana kafiluhu, uni jannatga kirishligiga men kafilman degan ekanlar payg'ambarimiz alayhisalom. Qaysi bir ayoliki Ramazon oyida xo'jayinini, erini rizoligini talab qilib xizmatini qilgan bo'lsa, Alloh taolo u xotinga Iso alayhissalomning onasi Maryam onamiz bilan Osiyo onamizning ibodatini savobini beradi u xotinga. Uydagi ayollarimizga ham aytib qo'yaylik. Va man qado hajata muslimin fi Ramazon oyida kimnidir og'irini yengil qilib qo'ysa, qo'ldan kelgancha kimnidir mushkuli bor, mana u qayerda edi deb bir manzilni so'rasa, o'shuni ko'rsatib qo'yishlik ham qazoi hojatga kiradi. Kimnidir og'irini yengil qilgan bo'lsa, Alloh taolo u insonni alf deydi arab tilida. 1 million degan alf degan. 1 million hojatini ravon qiladi Alloh taolo. Va man tasaddaqa fihi bi sadaqatin ila faqirin bi ayalin, qo'li qisqa, ya'ni kambag'al, faqir bir xonadonga, bir oilaga kim yaxshilik qilib sadaqa qilgan bo'lsa, Xudo taolo u insonga 1 million savob beradi, 1 millionta gunohini kechiradi. 1 million gunoh qilmasa kerak hali. Bizniki qolib ota-onamiznikini ham kechiradi inshaalloh. Ramazon oyida mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa. Ramazon oyida yana bizga bilishligimiz zarur bo'lgan narsa tarovih namozlari. Bizning mazhabimizda 20 rakat o'qiladi. 2 rakatdan bo'lib o'qiladi. Tarovih namozlarida xatmi Qur'on bo'ladi. Kim Ramazon oyida bitta xatmi Qur'on qilgan bo'lsa, qabul bo'lgan hajda savobini oladi. 4650 borib kelish yo'l kira, u yoqdagi rasxotlar bilan bu yerga kelib chiroyli qilib izdihom qilib o'tkazishlik 1 million. Ramazonda 30 kun xatmi Qur'onga qatnashasiz, sabr qilib, sizga qabul bo'lgan bitta nafil hajda savob beriladi. Qalay? 30 kun qatnashamizmi? Xudo xohlasa inshaalloh. Kamitmaylik. Sunnati muakkada tarovih namozi. Sunnati muakkada nima degani desa, o'qiysiz. İptalli sabab yo kechikib tahorat qilib kelib 2 rakat, 4 rakat yo 6 rakat yo 20 rakat qolib ketsa, saharligacha o'qib berasiz, bo'yinizdan soqit bo'lmaydi. Turaveradi. Hali xuftondan keyin o'qiy olmay qolsangiz, bo'ldi, o'tib ketdi bo'lmaydi. Tarovih namoziga kelganingizda imom tarava o'qiyapti, siz hali xuftonda o'qimadingiz, bir joydan iftorlikdan keldingiz, ha? Imom hali o'qib o'tibdi namozlarni, siz hali o'qiganingiz yo'q. Tarovih boshlandi, tarava namoz, xatmi Qur'on bo'lyapti. Shunda masjidga kirib Allohu akbar deb xatmi Qur'onga taravaga qo'shila olmaysiz. Siz 4 rakat xufton bilan 2 rakat sunnatini o'qiysiz. Tushunarliga 2 rakat sunnat ham o'qilsin. Indan keyin tarovihga iqtido qilasiz. 4 rakat farz, 2 rakat. Qolib ketgan taravalar nima qilaman desa, tasbih o'qilayotganda o'qib oling chekada. O'lgiysiz u, chiroyli qilib o'sha yerda o'qib oling. Tarovih namozi 20 rakat. 8 rakat degan rivoyat bizning mazhabda yo'q. U 8 rakat tarava bor deb vahobiylar chiqargan. 20 rakat tarovih namozi. 8 rakat yo'q. Oysha onamiz aytdilar, payg'ambarimiz alayhissalom Ramazon oyida 11 rakat o'qirdilar degan hadis shariflari bor. Shuni aytishadiki, mana shu 8 rakat tarovih bo'lsa, 3 rakat vitr vojib yo'q. Tarovih namozi nima degani desa, dam olinib o'qiladigan namoz. O'rtasida dam olinib o'qiladi. Arab tilida 4 rakat o'qib 1 marta dam olishlikni tarvihatun deydi. Yana 4 rakat o'qib 2-marta dam olishlikni tarvihatoni deydi. Yana 4 rakat o'qib 3-marta dam olishlikni tarvihatun deydi. Bu tarovih degani 8 rakatdan ko'p 4 ta 5 ta dam olishi bor namozni tarovih namozi deydi. Biz subhanazil mulki val malakut o'qiymiz-ku. Makka mukarramada sahoba ikromlar dam olish kerak edi, nima qilib bo'lsa ham. Ba'zi bir joylarda o'shda biz dars berib yurgan paytimizda 4 rakat o'qib turib, domla turardi, 2 ta hadis aytib berardi. Yana 4 rakat o'qib 2 ta hadis sharif aytib berardi. Subhanazil, subhanal hannalil mannalda o'rniga hadis sharif aytsa ham bo'ladi. Dam olinishlik kerak bu yerda. Bizda shu zil mulki bilan mannal hannal ixtiyor qilingan. Makka mukarramada sahoba ikromlar 4 rakat o'qirkan turinglar deb turib, dam olish kerakmi? Ka'batullohga 7 marta aylanib 1 marta tavof qilishib olar ekan. 5 marta 4 rakatlik bo'lsa 5 marta tavof bo'ladi degan.
Madina Munavvaradagi sahoba ikromlar qarab turib, bu Makka mukarramadagilar bizdan savobdan o'tib ketib qoladimi? 4 rakat o'qidik. Bizda Ka'batulloh yo'q-ku. Ka'batullohni 7 marta aylangani qancha vaqt ketadi? Hay shuncha vaqt ketadi. Ana shu vaqtda biz ham nafil o'qiymiz. Biz nafil o'qib dam olamiz deyishar. Ular 36 rakat o'qigan. Adashmasam Imom Malik rahmatullohi alayhi mazhabida 36 tarovih namoz. 36 rakat ularda. Bizda 20 rakatu, ularda 36 rakat. O'sha sahoba ikromlar o'qiganligi uchun 36 rakat o'qigan. Tarovih namozi 4 rakatdan o'qishlik makruh bo'ladi. 2 rakatdan bo'linib o'qiladi. Tarovih namozini ayollarimiz ham o'qiydi. Ularni ham bo'ynida bor. Soqit bo'lmaydi. Ular ham 20 rakat o'qish kerak. Ayollar jamoat bilan namoz o'qishligi makruh, muxtasaril viqoyada makruh deydi. Ba'zi bir joylarda imomga o'tkazib masjidning ichida o'qishayotgan videosini jo'natishdi domlalar. Ayollar tarovih namozini masjidda o'qiyapti ekan deb. Masjidda xotinlarni masjidga kelishligi o'zi joiz emas namozga. Endi xotinlar ovozini chiqarib turib, yana tarovih namozini jamoat bilan o'qishlik gunohkorlik bo'ladi, xolos. Savob olaman deb gunoh bo'lib qoladi. Ayollar tarovih namozini uyda yolg'iz yakkama-yakka o'qiydi. Soatga qaramay turing, hozir bitamiz. Xo'p, ayollar jamoat bilan o'qishligi makruh bo'ladi. Xo'p, ayollar Ramazon oyida ba'zi birlari bola emizadi, ba'zi birlari uzrli bo'ladi. Xotin kishi Ramazon oyida uzrli bo'lgan bo'lsa, ro'zasini qazo qilib beradi, namozini qazo qilib bermaydi. Ro'zasini qazo qilib beradi. Nimaga desa, Nuzhatul Majolisda bir ajoyib sababini keltiribdiki, jannatdan odam ato bilan momo havo boyagi mevani yeb yerga tushganlarida, boyagi jannatdagi boshqa daraxtlar haligi yeyilgan daraxt yoniga kelib seni yeganligi uchun bular tushib ketdi. Sen sababchisan shu momo havo bilan odam atoni yerga tushishligiga. Boyagi daraxt yig'lagan ekan, Parvardigor, bular o'zi kelib xotin yesa, men ye deb shoximni engishtirmadim. Nimaga men jazolanaman? Shuncha daraxtni mevani gapiga qo'yib ketyapman. Xudoy taolo, ey daraxt, jinoyat jazosiz qolmaydi. Ana shu senga qo'lini uzatib yegan momo havoni qiyomat kunigacha zurriyoti bilan yemoqni qusmog'i bor, oqqizadigan qilib qo'yaman degan ekan. Momo havo onamiz hech ko'rmaganda jannat ichida namoz o'qib turgan vaqtlarida uzrli hayz qoni kelib qoldi. Namozni shunday buzib odam atoga qarab turib, ey odam, nima qilaman, mana shunaqa holat bo'ldi, men ham bilmayman, endi ko'ryapman. Jabroil alayhisalomdan so'radi, u kishi ham bilmayman dedi. Alloh taolo aytdiki, ey Jabroil, ayting odamga, xotiniga aytsin, bu uzrli qoni qiyomat kunigacha keladigan har bir ayolda o'zini odati bor. Ana shu paytda keladi, namozini to'xtatib turaversin dedi. Momo havo namoz o'qimay turdi 5-6 kun o'zini odati bo'yicha. Bir vaqt o'tdi-yu, roza kelib qoldi. Rozada ham yana uzrli bo'lib qoldi. Ey odam, nima qilay? Namoz o'qimayapman. Rozami nima qilay dedi. Odam ato qarab turib to'xta dedi. Namoz farz bo'lsa, roza farz. Namozda Xudo to'xtatdi dedi, roza ham farz bo'lgandan keyin to'xtatib turaver rozangni dedi. Roza chiqqandan keyin Xudoy taolo, ey Hazrati Jabroil, odamga ayting, xotiniga aytsin, Ramazonda tutalmagan rozasini, uzrli bo'lib tutalmagan rozasini qazosini tutib bersin. Buyruq kelgandan keyin Parvardigor namozni o'qib bersin demadi. Rozasiga kelganda tutib bersin deyapsan. Ey odam, namozda xotining uzrli bo'lganda men bilan maslahat qilding, nima qilay Parvardigor deb. O rozasiga kelganda o'z boshimchalik qilib buyruq berib yubordim, shunchalik ham qazo qiladi. Namozni o'qimay tursin deb men aytdim, rozani tutmay turaver deb sen aytding. Endi rozasini qazo qilib beradi. Bir Yahudi kelib payg'ambarimiz alayhisalomga, "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, nimaga Ramazon 40 kun emas, 30 kun, 20 kun emas, 30 kun" deb so'raganda, payg'ambarimiz alayhisalom qarab turib, odam ato haligi daraxtdagi mevani yegan vaqtida 30 kun qonida qolib ketib qolgan ekan. Shuning uchun odamzodga, bo'lgan bizni payg'ambarimiz alayhisalomning ummatiga 30 kun oshqozonlaringni poklaysizlar. Otalaring odam ato 30 kun oshqozonida olib yurgan, endi shularni sizlar chiqarasizlar endi. Tozalanasizlar. Inshaalloh tarovih namozini 20 rakatdan qo'ymaylik akalar. O'qisak yana o'qiveraylik, nafl namoz bo'ladi bu tarovih namozi. Xudo xohlasa. Xatm Qur'on bo'lyapti.
Va'ga satchana bo'lib qolib ketdi tog'im keldi. Endi bu odamning xatm Qur'oni o'rniga qo'yiladi, qo'yilmaydi. Shu joyi bor. Xatm Qur'onda bir betini kamitsangiz 30 paraga hisoblanmay qoladi. Bir beti kamayib qolsa. Shuning uchun tahoratingizni, ibtolligingizni shu tahorat ibtolligingizga taravani moslamasdan siz o'zingizni tahorat ibtolligingizni taravaga moslang. Qolib ketmasin. Tahoratni ham chiroyli qilib yangilab tarovih namoziga tayyor bo'ling. Bir poradan o'qiriladi deyapti hozir. Bir porada hammamiz tahoratimiz yetadi. Agar qolib ketsa xatmiga hisoblanmay qoladi. Xo'p. Erkaklar uyga borgandan keyin ayoliga taravaga imom yo'q desa bo'ladi. Xo'p. Shu masalada ba'zi bir vaqtlarda ko'rgansizlar, domlalar bilan bir kunda 2-3 ta masjidda duo bo'lib qolardi. Duoga borilsa, qorakalar oldida o'qimasdan o'tirib olishardi. Endi qorakalar nimaga o'tirib tayyordi deb hamma har xil savol berib javobini topisholmas edi. Lekin ichida qolib ketardi, hammani aytolmas edi. Ki tarovih namozi sunnati muakkada. Bir marta ado qilingandan keyin ikkinchi martasi nafl bo'lib qoladi. Xotiniz hali o'qimagan bo'ladi, siz o'qib turib unga iqtido qilsangiz, sunnat naflga iqtido qilib bo'lmay qoladi. Shuning uchun boyagi qorakalar o'tirib turgan, nimaga ular narigi masjidga borib ham o'tadi. U masjidda jamoati qorakalar keladi deb 4 rakatni o'qimay turadi. U qoraka narigi masjidda hammasini o'qib kelsa, bularga imomga o'qib berolmay qoladi. Shuning uchun o'qib beramiz. Xo'p. Keyingisi yaqin insonlarni chaqirib iftorlik qilib berishlik Ramazon oyida chiroyli qilib chaqiraylik, qo'li qo'shnilarni chaqirib qo'yaylik. Hammamiz iftorlik qilib berishlikka qodirmiz. Eng yaxshisi madrasadagilarni, talabalarni chaqirib xudo xolasa. Bu ertaman ham eslatamiz, Ramazonning boshida ham eslatamiz inshaalloh. 20 kun 30 kun qorilar keladi masjidimizga. 20 kun 30 kun har birimiz bir kundan nimani iftorlikda olaylik o'zimizga. Bo'lishib xudo xolasa inshaalloh. Hammamizning qudratimiz yetadi. Boylar, boy akalar, boring madrasaga 300 ta talaba bor. Oxiratingizni o'sha yerda sotib oling. Dunyoyingizni molini tozalab oling. Chiqing, At-Termiziy madrasasi bor. 300 ta talaba, ahli Qur'onlar, ahlullohlar o'qiyapti ana shu joyda. Chiqing, o'zimizga yaqin joy mana shu joyda. Siz bergan ovqatni yeb 48 soat quvvati bilan qancha ibodat Qur'on bo'lsa, hammasi sizga savob yoziladi. Siz o'qiy olmagan joyda Qur'onni savobini olaverasiz. Boring, o'sha joyga boring. Nima kami bor? Go'shtli nonini men olib beraman. Talabalarning unini men olib beraman. Xohlaganingizni qiling. Boring tog'in, Ramazon oyiga 300 ta ketadigan qoshig'ini men olib beraman. Kim nimani xohlasa, kim nimaga qurib yetgan bo'lsa, qiling. Keyin iftorlikka qilingandan keyin iftorlikka yozilingan dasturxondagi ovqatlar Xudo taolodan so'rab turar ekan, Parvardigor meni yesin, men quvvat bo'lay, meni yesin deb so'rab turar ekan. Dasturxonga iftorlikda gazli suv, bakalashkadagi suvlarni qo'ymaylik. Jamoatimiz bilan kelishdik, Xudo xohlasa. Bakalashkali suv bo'lmasin. Gazligi ham, gazsizi ham bo'lmasin. Dasturxonga 200 so'mga o'rik qoqini olib kelib, 4 ta shakar bilan qaynatib qo'ying. Hammamiz ichib maza qilamiz. Yarim paqir, bir paqir bo'ladi, 500 so'mga olsak. 500 so'mga 4 bakalashka suv olasiz, zo'rg'a qimmatida olsangiz. Kompot olib chiqing 2 ta yo 3 ta, chiroyli qilib ochib qo'ying, chanqoq bosib bo'ladi, mazza qilib ichiladi. Maqsad nima suv ichishlikdan? Chanqoqni qondirishlikmi? Aynan unga kivas ichmanglar, kivas gumon. Qaysi domla ruxsat bergan bo'lsa, qiyomatda o'sha domla javob beradi siz kivas ichganingizga. Gumon u narsa. Xamirdan, bug'doydan tayyorlanganligi uchun achitilishligining ehtimoli bor. Mas qilishligining ehtimoli bor. 12 soat iftorlik qilmay, hech narsa yemasdan roza tuting-ku, qoningiz qaqshab turgan paytda gumon bilan oching bo'lmaydi-ku. Suv bilan ochadigan bo'lsangiz. Dasturxonga pechenni qo'ymaymiz. Dasturxonga pinchuza salat qo'ymaymiz. Dasturxonga chikalan paketli qand qo'ymaymiz. Dasturxonga yeydigan narsani qo'ying. Otangga rahmat deydi. Yana bitta narsaga kelishib olaylik. Bitta ovqat bo'lsin yetadi. Ikkita ovqat qilmaymiz. Baribir o'zbekchilik nima qilamiz iloji yo'q. Holvaytar bilan somsamiz bo'ladi, iloji yo'q. Holvaytar qilmasa ham somsa qiladi. Bitta ovqat yo suyuq ovqat bo'lsin, yo bitta osh bo'lsin. Odamni qonini to'yg'izib qiynamang, tarovada turolmay qoladi.
Kim ko'p yegan bo'lsa, o'shunaqa bo'ladi. Hojatxonaga borgisi keladi, eshikka chiqqisi keladi, namozga dangasaligi tutib qoladi. Bu yerda kesin tog'in, yana ham qonni ochib borib uyda yo'g'irsin. Hazm qilib singdirib yesin. Kekirmasin bu yerga kelib. Kelishdiga akalar, xudo xolasa. Isrofgarchilikni podshohimiz, prezidentimiz aytayapti. O'lim yetimda, to'y-to'ychiqda, maraka mavlud, iftorlikda isrofgarchiliklarni ozaytiringlar. Sen toza bo'lmasang, men toza bo'lmasam, qavm hech qachon toza bo'lmaydi derdi bir oqil. O'zimiz hammamiz boshlaylik. Birovdan kutmaylik. Hammamiz o'zimiz dasturxonda iftorlikda go'shtli salat bo'lmasin. Tushunarliga, go'shtli salatga 3-4 kilo go'sht puli ketib qolar ekan. Go'shtli salat qo'ymang dasturxoningizga. Hech kim sizdan xafa bo'lmaydi inshaalloh. Dasturxonga yeyiladigan narsani qo'yaylik. Xo'p. Iftorlikda saharlik qilayotganda odobi bor. Saharlik qilayotganda agar azon aytilib qolgan bo'lsa, og'zizdagi ovqatni ham olib chiqib tashlang. Azon aytilayotganda og'zingizda ovqat bo'lib yutsangiz o'tmaydi u. Tushunarligi? Saharlikda azon aytilganda yopilish kerak. U bomdodga aytmaydi uni, ro'zangni yop deb aytadi. Haligi ro'zani yopishligi 5 minut qolganda aytmaydi, yo'q degan mahalda aytadi, so'p. Shuning uchun saharlikda azon aytilishligida ro'zani yopaylik. Oy bitguncha kutib o'tira olmaylik. Oy bitguncha yo'vur degani, o'ta qonning ochib ketgan bo'lsa, iftorlikda yo'vur degani. Iftorlikka keladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iftorlikni tezlashtiringlar deganlar. Og'zingizni ochib, qoningizni ozgina to'ydirib, inda shomga turing. Nafsiz qonsin, bemalol o'tiring, turinglar, bo'ldi, ketdik. Hani ba'zi joylarga marakaga borasan, domlalar to'xtaylar, kun oxirigacha botib olsin, biz masjidda emasmiz, masjidda azoni bitsin deb kutib tursa, haligilar shashtiradi. Tezroq bo'linglar. Haligilarning gapini qilib, endi eshitib boshlasang, turinglar shom o'qiymiz. Sen bir joyda taxta ustachilik qilib, eshik romlarni to'g'irlaysang, domla kelib olib turib, bayog'ini qilgin, buni bunday qilsang aynan oz ketadi, bunday qilsang ekonom bo'ladi demayaptimi? Namoz ibodatga aralashmang. Omimisiz? Domla javob beradi siz ibodatingizga. Tezroq qilaylik, tezroq bo'laylik degan gap bo'lmas. Bunaqa narsa o'zini egasiga topshiriladi. Hamma odam o'zini masjidida aytilgan azon bilan saharlik qilsin, o'zini masjidida aytilgan azon bilan iftorlik qilsin. Boshqa masjiddagi boshqa joyga o'tmasin. Hamma o'zini masjidida aytilgan azonlar bilan ibodatni qilinsin. Xo'p. Yana bir alohida qilinadigan ibodatlar bor, sizlarga ilinib aytamiz. Ramazonni sharifda hurmat qilishlik haqida payg'ambarimiz alayhissalom muborak hadislari bor ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim Ramazon oyini hurmat qiladigan bo'lsa, qiyomat kunida Ramazon oyi u insonga shafaatchi bo'lib jannatga yetalaydi degan ekanlar. Endi Ramazon oyida roza tutishlikka qodir bo'lib turib roza tutmagan odamlar, Ramazon oyida tarovih namozi o'qishlikka qodir bo'lib turib tarovih namozini tark qilganlar qasddan, bularga nima beriladi qiyomatda desa, aytilgan ekanki, yu'ta yawmal qiyama, qiyomat kunida bir bandani olib kelishadi, val malaikatu yadribunahu, farishtalar haligi odamni orqasidan qamchi bilan urib do'zaxga haydab olib kelishadi. Payg'ambarimiz alayhissalom haligi farishtalarni qamchisini ustidan shunday osilib olar ekan, tegmanglar ummatimga deb. Nimaga uryapsizlar? Bu ummatimning gunohi nima? Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Ramazon oyi kirganda ham eski gunohini qilib yurdi bu ummat. Ro'zani tutmadi, eski gunohni tashamadi, g'iybat qilyapti, Ramazonda ham qilaverdi, yolg'on gapiryapti, Ramazonda ham yolg'on gapiraverdi, tarovih namoziga ham chiqmadi bu ummatiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi farishtalarni shunday qo'yib yorib turib, Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu odam bilan biz husumat qilganimiz yo'q, Ramazon oyi bu bilan bahs qilaman deyapti. Buni husumatchisi bitta hamda odam bo'lganda, Ya Rasululloh, siz ona odamni rozi qilib bering, men odam jannatga olib kirib ketaylik der ediku, buni husumatchisi odam emas, Ramazon. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday qo'yib yorib turib, ana bariun mimma hasamahu Ramazon. Ramazon oyi husumatchisi bo'lgan odamga men tegmayman, u mendan emas degan ekanlar. Unga men aralashamayman. Ramazon oyi kirgandan keyin chiroyli qilib ibodat qilaylik. Unaqa holat bo'lmas. Ramazon oyida yana qilinadigan ibodatlardan bittasi
Xo'p, 2 rakatlik nafl namoz bor. Va'da beramiz. Savobi kuchli bo'lsa, oson bo'lsa o'qiymiz. Va'da beramiz, Xudo xolasa o'zi nafl namoz bo'lsa ham Xudo shu nafl namozimiz sababidan gunohimizni kechirib yuborsa desalaring aytaman 2 rakat. Payg'ambarimiz alayhisalom muborak hadislari bor ekan, har kuni o'qiladi lekin. Kelayotgan 2-3 kundan keyin Ramazonmi? Ramazon oyini boshidan oyog'igacha o'qiladi 2 rakatdan nafl namoz. Zo'r. 2 minut vaqt ketadi. Shomdan keyin saharlikgacha, xuftondan keyin taravadan keyin o'qisangiz mazza bo'ladi. Odamlar chiqib ketayotganda sekin o'qib olasiz, kalish kiyguncha ham joy bo'shab qoladi. Nima deb niyat qiladi? Niyat qildim Ramazon oyida 2 rakat nafl namoz yoki niyat qildim 2 rakat nafl namoz. Allohu akbar. Subhanakallohummadan keyin alhamdu surasi o'qiladi. Zam suragini nima o'qiymiz domla? Zam suraga 3 marta qul Alloh o'qiysiz. Ikkinchi rakatidachi? Ikkinchi rakatiga ham xuddi shunaqa. 2 minut. 2 daqiqa vaqt ketadi. Endi bu 2 rakatni o'qiganga payg'ambarimiz alayhisalom aytgan savoblari nima desa, bir rakatiga birinchi rakatiga, ikkinchisiga emas. Birinchi rakatiga 70 ta qabul bo'lgan umra, ikkinchisiga yana 70 ta qabul bo'lgan umra. 140 ta umra qabul bo'lgani, borib Ka'batullohga orqasini qilib rasmga tushib yallo qilib kelgandiki emas, qabul bo'lgandiki. 70 tadan 140 ta. Payg'ambarimiz alayhisalom 2 rakat namoz 70 ta qulni ozod qilganda savobini beradi. Xudo taolo u insonga osmonda ibodatga mashg'ul bo'lgan farishtalarning savobini beradi. O'sha 2 rakat o'qigan insonga Xudo taolo yana umriga baraka berar ekan. Umri sermazmun bo'ladi. Umri uzun bo'ladi. Yana u namoz o'qigan insonga rizqiga baraka berar ekan, bandalarga muhtoj qilmas ekan u dunyo bu dunyo. Bandaga muhtoj qilmagin deb duo qilamiz-ku. Mana shu 2 rakatni o'qiylik, Xudo xolasa. O'sha duoyimiz ijobat bo'lsin. 2 rakatdan bo'lib har kunga bo'lib olamiz. 30 kun 2 rakatdan o'qiymiz. Niyat qildim 2 rakat nafl namoz. Alhamdulillah 3 marta qul Alloh. Oson ekan, Xudo xolasa. Xohlaganini so'rab duo qiling. Umranimi, 70 ta qulni ozod qilganda savobi ham bor buning ichida. Hozirgi namozning ichida men ulgiganimcha yozib chiqdim. O'shuning uchun sal biroz kechikib qoldim. Yozib chiqdimki, savobi ko'p ekan. Yana bitta oxirgi zikrimiz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazonda 4 ta zikrni ko'proq aytinglar. Kimga nima kerak bo'lsa, mana shu 4 ta zikrni ko'proq aytsin. Birinchisi shahodat kalimasini ko'proq aytsin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Ikkinchisi istig'forni ko'proq aytsin. Tilidan tushirmasin. Uchinchisi jannatni Xudodan so'rab olsin. Allohumma inni as'alukal jannata desin. To'rtinchisi do'zaxdan panoh tilab olsin. Shahodat kalimasi birinchisi, istig'for, jannat so'ra, do'zaxdan panoh tila. Domla shuni qiziqtirib aytdiz-ku, biz biladigan taraflama aytmadizda desangiz, to'rov zikrni ishonasizmi? Hammalaring bilasizlar. Hammamiz bilamiz. Qaysi zikr desa, la ilaha illalloh nastag'firulloh nas'alukal jannata va na'udhu bika minan nar. Hammamiz bilamiz ekan. Shuni tilingizdan tushirmang. Xudo xolasa bu zikrlarning savobini inshaalloh Ramazon oyi ichi aytib o'tamiz. Yana bitta narsani niyat qilaylik, oxirgi 10 kunlikda e'tikofga o'tirishlikda. Hozirdan niyat qilaylik. Bu yil inshaalloh u yoq bu yoqdan mehmonlar ham keladigan, boshqa masjidlardan ham 100 kishi bo'lib e'tikofga o'tirmoqchimiz. Payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatini tiriltirishlik uchun, ibodat qilishlik uchun. Masjidda kelasiz, dam olib uxlaysiz. Saharlik iftorlikni qilib bersangiz bo'ldi. Shu bir kun, bir tun masjidda o'tkazasiz xolos. Chiroyli qilib, bir sutka. Xo'p, Rajab oyida, Sha'ban oyida avvalgi 10 kunlik, keyingi 10 kunlik, 3-10 kunlikda zikr qilib yurganlar bor ichimizda. Ramazon oyida ham zikri bor. Birinchi 10 kunliknikini aytib beraman, keyingilarini mas'alada yoki qog'ozini tashab hayotiy saboqlar gruppasiga tashlaymiz Xudo xolasa. Ki birinchi 10 kunlikda 100 marotaba ya arhamar rohimin. Ya arhamar rohimin. Sinalgan so'z. Ya arhamar rohiminni kim 3 marotaba aytgan bo'lsa, Xudo taolo bandamni duosini to'smanglar, nima so'rasa beraman der ekan 3 marta aytganga. 100 marta aytsangiz endi xohlagan narsangiz so'raverasiz. Alloh taolo hammamizni rohi rostda hidoyatda adashtirmagan bo'lsin. Ramazon oyini beriladigan fazilatidan Alloh taolo o'zi hammamizga nasib qilgan bo'lsin.